Do'stlar, mana hozir boshdan kirishkalarni yuvib tozaladik. Buni qaranglar, qora va plastmassa bo'lar ekan. Jigarrang bo'lsa kerak bo'ladi. Tam qora bo'lar ekan. Короче, sanilari Asha qotib ketgan. Maydalanibdi. Yangi sandik. Bunda umuman saniylar almashmagan ekan. Birinchi marta almashgan. Saniyni qoqilishini qaraydi. Bu plastmassa narsa o'zi. Shunda qoqilar ekan. Buni germet kerak turib hozir. Onu qoqib chiqamiz. Shunaqa gaplar. Ana do'stlar, saniylarni qo'yib oldik. Endi inshaalloh cho'g'ib qo'yamiz.